Sho'rchi tumanidagi Kakan mahallasida yettilik faoliyatini samarali tashkil etish, aholiga qulay sharoit yaratish maqsadida hashar yo'li bilan mahalla idorasi ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Ta'kidlash joizki, mahalla ahli, faollar va yoshlar bir yoqadan bosh chiqarib, hashar tadbirida faol ishtirok etishdi. Kakan mahalla fuqarolar yig'inida bayram. Chunki mana shu yerda bo'sh yotgan bino qishlog'imizning aholisining yordami bilan, homiyligi bilan yoshlar g'ayrat, shijoat ko'rsatib xalqimizga xizmat qilsin. Qisqa muddat ichida binoda ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, mahalla faoliyatini samarali tashkil etish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Yangi ta'mirlangan mahalla idorasi yettilik faoliyatini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bu yerda fuqarolar bilan uchrashuvlar, murojaatlarni qabul qilish va turli tadbirlarni o'tkazish uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Albatta, hashar xalqimizni birlashtiradigan, ahillikni mustahkamlaydigan qadriyatlarimizdan biridir. Mahallani ochilish marosimida iftorlik tadbiri ham tashkil etildi. Mahallamizda katta bayram, chunki mana shu bugun idoramizning ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Mana shu mahallamizning idorasini qurilishida hissa qo'shgan mahallamizning 7 yoshdan 70 yoshlargacha bo'lgan aholimiz ham o'zlarining moddiy tomondan xolisona, homiylik asosida yordamlarni ayashmadi. Bu idora bizda xalqimizning, yoshlarimizning ertangi kelajak kuniga yaxshi, doimiy xizmatda bo'ladi degan umiddamiz.